Kamqonlik kasalligi. Kasallikning kelib chiqish sabablari. Kamqonlik bu tanada qonning kamayishi yoki qizil qon tanachalarining eritrotsit kamayib ketishi yoki qizil qon tanachalarida eritrotsitlarda gemoglobinning kamayishidir. Bular asosan qon yo'qotishdan kesilgan joylar, me'dadagi yaralar, gijjalar natijasida paydo bo'lishi mumkin. Undan tashqari qizil qon tanachalari boshqa bir qator moddalar yetishmaganligi, masalan, temir moddasi tanqisligi oqibatida kamqonlik kelib chiqishi aniqlangan. Kamqonlik homilador ayollar o'rtasida uchraydi. Kamqonlik qishloqlarda yashovchi ko'p bolali ayollar o'rtasida keng tarqalgan bo'lib, buning natijasida madorsizlik, bosh aylanishi, quloqda shovqin eshitilishi, yurakning tez urishi, nafas qisishi va hokazolar kuzatiladi. Bemorlarning terisi quruq, tirnoqlari mo'rt bo'ladi. Bunday ayollar nimjon, zaif farzand ko'radilar. Harorat ko'tarilishi, turli og'riq bezovta qilishi, ko'p hollarda qon bosimi baland bo'lishi mumkin. Kamqonlikni davolashda tabiat ne'matlaridan foydalanish. Mayiz sharbati. Kamqonlikni davosi juda oson. Uyqu oldidan bir hovuch mayizni bir piyola qaynoq suvga solib, bir oz qo'yib qo'yiladi. Erta turganingizda mayiz sharbatini simirib, mayizni ham yeb oling. Tez kunda quvvatga kirasiz. Undan tashqari kunduz kunlari sholg'om, sabzi, lavlagini teng qilib maydalab, sharbatini olib, tindirib ichib turilsa, kishi kuch-quvvatga kiradi. Qondagi gemoglobin ko'payadi. Muolaja 2-3 oy davom etsa, kamqonlik orqaga qaytib, inson normal holiga qaytadi. Yong'oq mag'zi. Kamqonlikda odam sillasi qurib bedarmon bo'lsa, unda 200 gram yong'oq mag'zi, yaxshi asal, qora mayizni xovonchada yanchib, shu omoxtadan ovqatdan oldin 1-2 choy qoshiqdan iste'mol qilib turilsa, tez kunda darmonga kirib kishi shifo topadi. Olma. Tarkibida salmoqli miqdorda temir moddasi bo'lganligi uchun u kishi a'zolarida qon hosil bo'lishiga yordam beradi. Kamqonlik kasalidan qutulishda ham beqiyos foydalidir. Odam giyoh. Bu o'simlikning ildizi ishlatiladi, har xil a'zo va to'qimalar faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Buni xalq tilida jenshen deb ham atashadi. U quvvatni oshiradi, toliqish va xomushlikni yo'qotadi. Moddalar almashinuvini kuchaytiradi, qon bosimini pasaytiradi, yurak urishini, kamqonlikni yaxshilaydi va shifo qiladi. Ayni paytda jenshen ildizidan tayyorlangan dorilar kapsula holida jenshen plus 30+ nomi bilan chiqarilmoqda va dorixonalarda sotilmoqda. Gulxayri tomirini ivitib, siqib, sharbatini ichishni ham maslahat berishadi. Yosh bolalarga esa ana shunday kasallik bilan og'riganda gulxayri mevasining sharbatini ichishni tavsiya qiladi. Odamning rang-ro'yi musaffo bo'lar, xurmo bilan sigir sutini ichgan kez. Oriq bo'lsa agar semiz bo'ladi, achchiq narsalardan aylasa parhez.